Bu videoni Instagramda ko'rganimda shu mavzuga kontent qilishni maqsad qilgandim, lekin vaqt topolmay biroz kech qoldi. Shunga qaramay, hechdan ko'ra kech degan aqlga amal qildik. Instagramda video portladi, ko'pgina muzokaralarga sabab bo'ldi, bahslar, tanqidlar, nafrat. Aslida qo'shtirnoq ichidagi qahramonlarimizning maqsadi ham shu edi va ular bunga to'liq erishdi. Aynan sizning sharofatingiz bilan bingo qilishdi. Xo'p, ularga qaratilgan negativ fikrlarning ko'piga qo'shilaman. Haqiqatan yaxshi mavzu emasdi. Shunday ekan, bildirilgan negativlarga qo'shimcha sifatida davom ettirish niyatim yo'q. Chunki foydasi ham yo'q. Aksincha, hali hech kim aytmagan tanganing ikkinchi tomoni haqida gapirmoqchiman. Instagramda provokatsiya, emotsiya, reaksiya tarqalishi bu pul. Odam yoqtirgan narsasini emas, asabga tegadigan narsani ko'proq ulashadi. Tanqid bu bepul reklama. Algoritm farq qilmaydi, yaxshi yoki yomon, faqat aktivlikni ko'radi. Ular yutyapti. Tanqid qilayotganlar esa ularga ishlayapti. Bundaylarni ahmoq deb o'ylashingiz mumkin, lekin ular auditoriya psixologiyasini men va sizdan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Siz mazmunli kontent qilmoqchisiz, ular esa reaksiya beradigan kontent qiladi. Pul esa doim reaksiyadan keladi, qadriyatdan emas. Shuning uchun bular men va sizning negativ fikrlarimizga tupur qo'ygan holda o'z pozitsiyasida qoladi. Ba'zilar atayin odamni jahlini chiqaradi. Sizni ishlatish uchun. Siz yozgan komment ularning reklamasi. Siz qilgan tanqid ularning daromadi. Eng qiziq joyi, ular o'ynayapti, siz o'yinni tushunmayapsiz. Xo'p, bularning g'oyalari nolga o'tirish uchun amaliy chora bormi? Bor albatta. Merlin filmida. Buyuk Merlin. Bu film yodingizdami? Ikki afsungar, Merlin va Yovuz malika Mepning bir-biriga qarshi ziddiyatlardan iborat bu film 1998-yilda olingan bo'lib, telekanallarda bir necha marotaba ham namoyish etilgan. Shu filmning so'nggi qismlarida kichik bir sahna bor. Ko'ramiz. Nima qilmoqchisan, Merlin? Menga qarshi qilich qalqon ko'tarib kurashmoqchisan. Yo'q, Map. Seni esdan chiqaramiz xolos. Menimcha tushundingiz. Xuddi shunday yo'l tuting. E'tiborsiz qoldingiz. Hech qanday reaksiya, hech qanday emotsiya va hech qanday negativ. Shunchaki skip qiling, ya'ni o'tkazib yuboring. Ma'lumot o'rnida shuni aytaman, astrasizm bu ilmiy termin. Eng ko'p ishlatiladigan sohasi ijtimoiy psixologiya. Ma'nosi qisqa. Odamni ataylab e'tiborsiz qoldirish, jamoadan chetlatish. Minimal tushuncha, gapirmaslik, ko'rmagandek bo'lish, reaksiya bermaslik. Shu orqali odamni ichidan sindirish.